Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size Hacı Roza Washington'dan sözdeyimiz. Ben bugün leksiyelerin sözleştiğinden avval hürmetli vatandaşlarımdan bugünkü leksiyaya dikkat kılışığı teklif kılımın. Şundaklı bugünkü leksiyani çoğunqur analiz kılışını ve yedi bir meydanda durup küzütüşünü ve şundaklı çoğunqur tetkik kılışını, analiz kılışını ümit kılımın hürmetli vatandaşlarım. Mavzumundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa strategiyasi da Jungo Rossiyaning tahdidi terroristlarning tahdididan eshib tushdi deb ko'rsatildi. Diqqat mavzuga hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa strategiyasida Jungo bilan Rossiyaning tahdidi terroristlarning tahdididan eshib tushdi deb ko'rsatildi. Mavzular xabar 1-20 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligi haftaning 5-kuni, ya'ni o'tgan hafta 1-oyning 19-kuni e'lon qilgan davlat mudofaa strategiyasida Jungo va Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligida eng zo'r xiris, hatto terroristlarning tahdididan olqib ketgan xiris deb ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligining ministri Jim Mattis mundaq ko'rsatdi. Bu bir parcha davlat mudofaa strategiyasi, zamonga muvofiq strategiyadir. Jungo va Rossiya Amerikaning eng zo'r darajada xiris qilguvchi, Amerikaga eng zo'r darajada xiris qilguvchi davlatlar deb qaraldi. Davlat mudofaa ministri Jim Mattis Johns Hopkins universitetida eng yangi davlat mudofaasi strategiyasi to'g'risida nutq so'zlaganda ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Dünya çoğun davlatlar raqobatlashadigan holatga qaytib keldi. Hozirgi dunyo çoğun davlatlar raqobatlashadigan holatga qaytib keldi. Davlat mudofaa ministri Jim Mattis mundaq ko'rsatdi. Garchi ba'zi terroristlik harakatlarga davomli zarba bersakmi, lekin hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligining asosiy nuqtasi terrorizm emas, balki cho'ng davlatlar raqobatidir. Takrorlayman vatandoshim. Jim Mattis, davlat mudofaa ministri Jim Mattis, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jim Mattis bundaq ko'rsatdi. Garchi biz terroristlik harakatlarga davomli zarba bersakmi, lekin hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligining asosiy nuqtasi terrorizm emas, balki cho'ng davlatlar raqobatidir. Bir parcha yangi strategik siyosat hozirgi zamonga intayin muvofiq siyosatdir. Bu bir parcha davlat mudofaa bexatarlik dokladida bundaq ko'rsatildi. Borgan sari aniq bo'lib o'tadiki, Jungo bilan Rossiya bu dunyoni o'zgartib, o'zlarining hayvonlik huquqchilik shakliga moslashtirmoqchi bo'lib o'tadi. Diqqat etamiz. Borgan sari aniq bo'lib o'tadiki, Jungo bilan Rossiya bu dunyoni o'zgartib, o'zlarining hayvonlik huquqchilik shakliga moslashtirmoqchi bo'lib o'tadi. Bu ikki davlat hozir boshqa davlatlarning iqtisod, diplomatiya va bexatarlik siyosatini inkor qila oladigan huquqni qo'liga kirgizib oldi. Jungo to'g'risida dokladda mundaq ko'rsatildi. Jungo hozir dal o'zining harbiy ishlarni zamonaviylashtirish, ta'sir kuchi va bulab talash xarakterlik iqtisod faoliyatlaridan foydalanib,
qo'shni davlatlarga tahdid solib, majburlab, endi Tinch okeani rayonining tartibini o'zgartib, Jungoning foydasiga ishlatishga urinyapti. Jungoning iqtisodiy kuchi va harbiy ishlar kuchi davomli eshiyotir. Davlatning strategik amaliy kuchini davomli joriy qildirish orqali Jungoning davomli taraqqiy qilayotgan harbiy ishlarni zamonaviylashtirishni maqsad qilgan yangi mezgillik nishoni endi Tinch okeanda zo'magarlik qilish o'rnini qo'lga keltirib, balki kelgusida Amerikaning o'rniga o'tib, butun dunyoga yetakchilik qilish, ya'ni rahbarlik qilishga urinayotdi. Aytib tashlabdimi, hurmatli vatandoshim? Jungoning qilayotgan faoliyatlari va hozirgi holati, siyosat holati Jungoning nima ekanligini jamiyatiz. Bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yangi davlat mudofaa strategiyasida aytib tashladi degan gap. Kim deydi? Endi Tinch okeani rayonining tartibini o'zgartib, Jungoning foydasiga ishlatishga urinayotdi. Jungoning iqtisod kuchi va harbiy ishlar kuchi davomli eshiyotir. Davlatning strategik amaliy kuchini davomli joriy qildirish orqali Jungoning davomli taraqqiy qilayotgan harbiy ishlarni zamonaviylashtirishni maqsad qilgan yangi mezgillik nishoni endi Tinch okeanda zo'magarlik qilish o'rnini qo'lga keltirib, balki kelgusida Amerikaning o'rniga o'tib, butun dunyoga yetakchilik qilish, ya'ni rahbarlik qilishga urinayotdi. Jungo butun dunyoga rahbarlik qilishga urinayotdi. Rossiya to'g'risida dokladda mundaq ko'rsatildi. Rossiya qo'shni davlatlarning chegaralariga tajovuz qildi. Atrofdagi davlatlarning hukumat, iqtisod va diplomatik qarorini inkor qilishga urindi. NATO tashkilotiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'ldi. Shimoliy Atlantik ahli tashkilotiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'ldi. Hamda Yevropa va O'rta Sharqning bexatarlik va iqtisod ramkasini o'zgartib, o'ziga foydali ishlatmoqchi bo'ldi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Rossiya texnikadan foydalanib, Groziyada og'dirmachilik qildi. Krimiya va Ukrainaning demokratik tartiblariga og'dirmachilik qildi. Uning ustiga hozir Rossiya kengayayotgan yadro qurollarining xirisi texamo ro'shan bo'layotdi. Terrorizm davlat mudofaasi endi asosli nuqta emas. Eng yangi davlat mudofaa strategik siyosatining e'lon qilinishi oshkorildiki, Prezident Trump hukumatiga nisbatan aytganda davlat mudofaasi bexatarlik strategiyasining asosli nuqtasida o'zgarish yuz berdi. Prezident Trump hukumatiga nisbatan aytganda davlat mudofaasi bexatarlik strategiyasining asosli nuqtasida o'zgarish yuz berdi. O'tgan 20 yil Amerikaning davlat mudofaa strategiyasining asosli nuqtasi Daeshlarga va ba'zi tashkilotlarga zarb berish bo'lib keldi. Dokladda tunji qatim olam bo'shlig'i va torbat sohalari urush qilish sohasi deb belgilandi. Davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan dokladda oddiy qilib Amerikaga yangi tahdidlarga taqobil turadigan chora-tadbirlar o'ttirib qo'yildi. Diqqat qilishga arziydigan bir tarafi shuki, dokladda tunji qatim olam bo'shlig'i va torbatlari urush maydonida muomala qiladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.